dahshat boru, hidiga ham tur bo'lmayapti. Rezinkalari va jenski mana prokladka, bolajonlarimizning pampersi. Tog'lar oqibat suv tozalash inshootidamiz. Shaharimizdagi 7 ta tumandan kelayotgan kanalizatsiyani biz qabul qilib, bosqichma-bosqich tozalab, tog'lar kanaliga qo'yib yuboramiz. Diqqat bilan videoni oxirigacha kuzatib turinglar, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib guvoh bo'lasizlar. Sentraning quvurga kelganmiz. Hozir mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Butun shaharning musori, ya'ni bu yoq shaharning eng markaziy tualeti bo'lar. Polniy mashti musorlarni hammasini mashtab robotga qilinadi. Vlajniy salfetka, bolalar tagilkalari, ayollar tagilkalari, kerak bo'lsa bakalashka mana flash idishlarini kelishi. Hozirgi kunda ming afsuslar bilan aytishimiz kerakki, bizning kanalizatsiya tarmog'imiz maxsus trans vazifasini bajaryapti. Xalqimizdan iltimos qilib so'rardimki, kanalizatsiyada oqilona, to'g'ri, kerak bo'lmagan narsa jismlarni tashlamasligini so'rab qolardim. Ko'ryapsizlar, mana bunaqa baklashka bor. Mana ayollarning prokladkasi bor. Qo'pol qilib aytganda rezinka ham yotibdi. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda mana pampers bor, latta bitdi. Bu nima bu? Sayskan po'chog'imi? Musorlarni tozalab turamiz har bir soatda. Mana shunaqa musor yig'ilib sutkasiga 1 tonnagacha mana shunaqa musor keladi. Onasini bizni bu yoqqa kelishimizdan sabab misqolchalik bo'lsa ham o'zimizning hissamizni qo'shib keldik. Butun jamoa santexnik nomidan sizlarga iltimos qilamiz, ayollar jamoasiga ozgina hayo qilinglar. Bu yurt sizniki va bizaniki. O'zimizni asramasak hech kim bizdan chetdan kelib asramaydi. Vlajniy salfetkalargacha bor. Uje maxsus trans vazifasini bajaryapmiz deyishyapti. Akalarning xizmatini ko'ryapsizlarmi? Butun shahardan kelayotgan polniy negativ musorlarni shu akalar tozalashyapti. Alloh rozi bo'lsin. Shu inson hurmat qilinglar, hech bo'lmasa video manfaatli bo'lgan bo'lsa kerakli joyga tashlab qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar.